Toksikoz vaqtlarim ovqat qilishga juda ham qiynalaman. Keyin esimga tushdi, menda Roboklin bor-ku. Shartta bitta apelsinni olib, o'rtasidan bo'lib, suviga qo'shib yubordim. Ham yog' hididan qutulasizlar, ham kislorod chiqazib, shunaqa zo'r hid bo'lib ketadi oshxonanglar. Aha, bolali uyda bu odatiy holatga aylangan. Kafirlar yaltirab dog' bo'lib ketmasligini xohlasanglar, buni ham yechimi Roboklin qizlar. Shunaqa mo'yishi funksiyasida hattoki gazlarning oynasini ham yuvib tashlasanglar bo'ladi. Pultini yoqib qo'ysanglar, o'zi ham pilisos qilib tashaveradi qizlar. Qalin og'ir pardalaringlarni endi hadib yuvishga berurmaysizlar. Hattoki changlarni ham Roboklin tortib oladi qizlar. Shunaqa cho'tkali nasatkalari bor, eshiklarni bo'yinglar yetmaydigan joylarni islaringlargacha tozalab olasizlar. Bu funksiyasi aniq sizlarga yoqadi. Chunki ko'pchilikning stoli shunaqa dog' bo'lib ketadi. Buni ham o'zini suvini sepib, bir deganda dog'larni tozalab olasizlar qizlar. Qaranglar. Xullas, qancha maqtasam ham kam qizlar, bir marta olib ko'ringlar, sizlarga ham maslahat beraman.